Medium – u kim? Medium so'zi ko'p hollarda ezoterika, ruhshunoslik va ruhiy aloqa mavzularida ishlatiladi. Medium so'zining ma'nosi. Medium lotincha so'zdan olingan bo'lib, vositachi, oraliq, o'tkazuvchi degan ma'noni anglatadi. Ya'ni medium bu moddiy va ruhiy dunyo o'rtasidagi vositachi sifatida qaraladigan insondir. Ezoterika ta'rifiga ko'ra, ruhiy dunyo, ya'ni ruhlar, energiyalar yoki ilohiy axborot manbalari bilan aloqa o'rnatish qobiliyatiga ega inson. Mediumlar odatda intuitiv sezgisi juda kuchli bo'ladi. Energetik maydonni his qiladi. Ba'zan ong osti darajasida axborot qabul qiladi yoki ruhiy mavjudotlardan xabar oladi deb ishoniladi. Bu jarayonni ba'zan kanallash, channeling yoki ruhiy aloqa deb atashadi. Psixologik jihatdan qaraganda, psixologiyada mediumlik bu inson ongining chuqur, sezgir holati sifatida tushuntiriladi. Ya'ni bunday odamlar intuitsiyasi kuchli, boshqalarning energiyasini sezadi, empatiya, ya'ni boshqani his qilish darajasi yuqori bo'ladi. Ong osti bilan bog'lanish qobiliyati rivojlangan. Ilmiy jihatdan bu ruhlar bilan aloqa deb qabul qilinmaydi, balki insonning noaniq axborotni sezish va qayta ishlash qobiliyati sifatida ko'riladi. Ruhiy yoki energetik jihatdan medium o'zini energiya oqimini o'tkazuvchi kanal sifatida his qiladi. U bu holatda meditatsiya yoki trans holatiga kiradi. Fikr va ego tinchlanadi. Yuqori darajadagi axborot maydoni bilan uyg'unlashadi. Ba'zan kvant maydoni deb ataladi. Bu holatda u so'zlar, obrazlar yoki hislar shaklida xabarlar oladi. Ba'zida esa boshqalar uchun yo'l yo'riq beradi. Ehtiyot bo'lishi kerak bo'lgan jihatlar. Har qanday ruhiy amaliyotda, shuningdek mediumlikda ham energiya gigiyenasi, ya'ni o'z ruhiy holatini himoya qilish, tinch ijobiy niyat, ego va qo'rquvlarni boshqarish muhim. Aks holda inson o'z his-tuyg'ularini tashqi kuch bilan adashtirib qo'yishi mumkin. Shu sababli ruhiy amaliyotlar balans, bilim va pok niyat bilan bajarilishi lozim. Medium bu moddiy va ruhiy dunyo o'rtasidagi vositachi sifatida qabul qilinadigan, intuitsiyasi, sezgirligi va ruhiy aloqa qobiliyati rivojlangan insondir. Ilmiy nuqtai nazardan bu ong osti va intuitiv qobiliyatlarining chuqur shakli. Ruhiy nuqtai nazardan esa ilohiy axborot bilan aloqa kanali sifatida